Salom bolajonlar, bugungi mashg'ulotimizda biz atrof muhitda mo'ljal olish bilan tanishib chiqamiz. Quvnoq mashina esa bizga bunga yordam beradi. Yo'lga tushdik. Quvnoq mashina hozir qayerdan o'tyapti? Yashil doiraning old tomonidan o'tyapti. Quvnoq mashinamiz yo'lida davom etib, uchburchakning orqasidan o'tdi. Quvnoq mashinamiz tezligini oshirib, yo'lida davom etdi va tramplinning ustiga chiqyapti. Tramplinning ustiga chiqib, parvoz qilib, mostning, ya'ni ko'prikning ustidan uchib o'tdi. Quvnoq mashinamiz yana yo'lida davom etyapti. Biz unga hamrohlik qilib, uning atrofdagi mo'ljalni ko'rib boramiz. Endi esa quvnoq mashinamiz ko'prikning tagidan o'tyapti. Quvnoq mashinamiz yo'lida davom etyapti. Quvnoq mashinamizga hamrohlik qilib, unga qayerdan o'tishni, qanday borishni aytib boramiz. Quvnoq mashinamiz endi sariq avtobusning oldidan o'tdi. Quvnoq mashinamiz yo'lida davom etyapti. Quvnoq mashinamizga biz hamrohlik qilgan holda uni kuzatib boramiz. Endi esa quvnoq mashinamiz tez yordam mashinasining orqa tomonidan o'tdi. Mana shunday qilib, endi esa uychaga nisbatan quvnoq mashinamizning joylashishini ko'rib chiqamiz. Qushcha uychaning qayerida? Uychaning yuqorisidan uchib o'tdi qushcha. Samolyot quyoshning tagidan uchib o'tdi. Xayr bolajonlar, mana shunday qilib men bilan sayohat qilish sizga yoqdimi? Sizlarga? Bo'lmasa keyingi mashg'ulotlarda ko'rishamiz.